Nima qilyapsizlar? Aytgan joy qilish uchunmi bundoq kiyinish ketamda? Hammali ishga astoydil muomala qilish uchun o'zining uslubi bo'lishi kerak. To'g'ri dedimi? Biz hozir tadqiqotchiga aylanib qolib tasliq qildik. Tadqiqotchimish. Ko'proq kitob o'qib qo'yinglar. Ishga mangdigan vaqtim bo'pti. Shanba kunimi ishga boramsiz? U ishlaydi. U hozir emgakchilar ulgusi. Keriyani ta'sirlantirgan odam nomzodi. Mushundoq yomon bo'lib ketdingizmi? Yaqinda zavodimiz cho'ng bir zakazdan qabul qilgan. Shu zavoddagilarning hammasi kechini kunduziga ulab ishlayotdi. Shunga meningmi bekor yurgim yo'q. U bekor turmadi. Tunugin atdigandan kechgacha nollarni oran o'rab qochilab bo'ldik. Aras, shaqimni maoshingdan ayirib qo'yishni unutmama. Qaltisgansizmi Keram? Men sizni olib qo'yay. Rasma? Yolg'on. Putung yo'qmi seni? Hech qisi yo'q. Men kitobxonaga bormoqchi edim. Non zavodidan o'taman emasmi? Ma'qul, men kiyimimni almashtirib olay. Yangidan kelgan yordamchi o'qituvchi bakli kelishgan-kan, ha? Kechda uni kashk bozorga olib kel. Uni Vali Turmili bilan mehmon qilaman. Meni olib qo'yman deb avara bo'lgan bo'ldingiz-da. Yo'qay. Hey. Sizlarning maktabga yangidan yordamchi o'qituvchi keldimi? Ha. Hozir nurg'un munavvar o'qituvchilar yordamga kelyapti. Bolalar bakli xushal bo'lib ketdi. Eliqi, demakchi bo'g'inim, u bak kelishgan shundaqmi? Keriyaga kelib bir kishilik kuchini qo'shganlarning hammasi chiroyli. Sizmi chiroyli? Keriyada yordamchi o'qituvchi bo'lishim, qilishga tegishli ishim. Qilgan ishingizdan demadam, ish qilib har qaysi jihatlardan bakli chiroyli. Albatta chiroyli bo'laman-da, mayli. Ha. To'ng'ildingizmi? To'ng'limida. Aynur mening. Hay. Nimani o'ylayapsiz? Mening. Meni sizni noyishga taklif qilgan bor edi. Non yeyishga taklif qilamsiz? Xizmat qiladigan joyingizni aylantirib chiqmamsiz? Ma'qul.